Nima bo'ldi? Sen qishloqlarga har xil odamlar kelayotgan ekan. Sirli xonalar bo'layotgan ekan, olmazlar. Qayerdan kelayotgan ekan shular? Bilmadim, men ham hayron bo'lyapman shu. Qayerdan kelyapti deman. Hayronman bolalar. Men ham bilmayman. Menga izim bo'yicha ozgina berasanmi? Nima qilamiz bola? Beramizmi? Beraman, tog'ay, beraman. Beraman. Yo'q, bermayman. Beraman dedi. Nima deyapti u? Beraman dedi. Nima berasan? Sen menga berasan. Jinnimi yo'q? Bola jinnimi yo'q? Bizga mer uribdi. Mer mana nomeri bor. Mer urib turganda jinnimi yo'q bu meri? Mer keladi ekan. 9-qismlarda, 10-qismlarda mer keladi ekan. Menga aytdim. Obunachilaringga aytib qo'y. Men mana shu videongda 5 talak 200-300 ta prosmotr bilan dedi. Shunda men kelaman, sizlarning sog'liklaringizni olib, sog'likni olamanda sizlarni qariman dedilar. Shuning uchun like bosinglar. Mer kelsa bundan ham ishlar beradi, bajaramiz, uylar quramiz, bola, to'yxona quramiz, zo'r bo'ladi. Shuning uchun merni kelishini uchun like bosinglar, ko'p prosmotr bo'lsin. Do'st mer uryapti. Ha, mer. Ey, bola, men 300-400 ta prosmotr 5 talakdan keyin kelaman. Aytib turgandingmi yo, Jo'xa? Jo'xa nima? Marslik 269. O'zi men shu gapni aytib turgandim. Siz qayerdan bildingiz? Jo'xa deyman bola. Jo'xa deydimi? Kim? Jo'xaning do'stimi yo? Ha, to'xtanglar, Jo'xa o'z bor-ku. Jo'xa o'zda mer bor-ku. Aytgancha shu Jo'xa ko'p Jo'xaga ish beradi-da shu mer. Shu bo'lsa kerak. Shumi ekan bola? Jo'xa dedi menga. Bizonga keladi ekan. Jo'xa ta'til Jo'xani meratib tashlab ketgan. Ta'tilga boraman deb bizonga kelajak endi. Sog'liqlarnomaga. Sizlar bilan Master 279 bo'ldi. Ana sizlar bilan zo'r kayfiyatda bo'lsangiz, salomat bo'ling, omon bo'ling. Sizlar bilan Master 279 bo'ldi. Har bo'ldi.